Assalomu alaykum hammaga. Cobalt-imiz MC motor bilan jihozlangan avtomobilimizga metan qo'ydingizmi yo metanda ishlaydigan uchun bu tomonda qo'yganlar biz dynamic qo'ygan, bu tomonda esa dynamic bilan o'ynatib berganmiz. Klientimiz 282 kilometrga zapravkaga kirib borganlar, yurishlari benzindan farqi yo'q deyaptilar. Avtomobilga ideal narsalarni qo'ysalar, nastroykalar ideal bo'lsa, avtomobilda hech qanaqa qiynalmasdan yuradi. Bonusi. Necha kilometr yuriydi usta? 382 da 3000 zapravkaga girdim. Qizil yandilar. Qizil yandilar. Shundan o'chmadi. O'chmadi. Avtomobilimizga Yevropa gaz brendi bilan 24 ga 4 bloklarni o'rnatib berganmiz. Dynamic, ya'ni variator, kovlarimizga kompyuteri oldingisiga jam bo'lgani uchun ularga prashka uriladi. Hozir bu avtomobilimizga prashka urib bo'lmasligi uchun dynamic orqali metan uстановка qilib berganmiz. Tortishlari ideal holatda chiqadi. Uстановкamiz narxini esa 6 million 700 ming uстановка qilib berdik. 90 lik gaz bilan. Bu avtomobilimiz ham xuddi shunaqa motor bilan MC motor bilan jihozlangan. Pastiga 24 ga 4 bloklarni o'rnatilgan. Hech qanaqa bez dynamic ideal yurishlar deb hisoblaymiz. Hech qanaqa qovushimizni shu tomonlama ishlatib beraveramiz.